Assalomu alaykum hammaga. Qozog'iston Respublikasi Astonaga yaqin bo'lgan joyi Shortandi degan regionida joylashgan. Mana Barayev nomidagi Don So'zlashga tadqiqot instituti tajriba maydonidamiz. 700 gektarlik tajriba maydoni. Bu yerda e'tiboringizni qaratmoqchi bo'lgan narsam mana bu ko'rib turgan maydoningizda 1979-yildan beri o'zimizda an'anaviy usulda yerni haydab bug'doy ekib kelishadi. Bu 47 yil bo'lgan, deyarli 50 yil. Hop, bu yerda mana tuproq kovlangan, ya'ni razrez kovlangan. Ko'ryapsizlar. Bu yerda chirindi qatlami 20 santimetrgacha tushgan. 20 santimetrgacha tushgan. Bu degani o'sha yillar mobaynida bu tuproqning usti ochiq qolganligi sababli shamol, hop, yog'ingarchilik natijasida, hosil bo'lgan eroziya natijasida unumdorlik qatlami yo'qolib borgan. Endi aynan bir xil maydon. Ana o'sha yerga borib hozir tuproqni ko'ramiz. 50 yil, ya'ni 47 yil mobaynida notil usulda bug'doy yetishtirilgan maydonni hozir borib ko'ramiz. Mana shu maydon, mana bu yerdagi maydonda 20 metr uzoqlikda joylashgan. Bu yerga mana 1979-yildan beri notil usulda to'g'ridan to'g'ri ekadigan selkada bug'doy ekib kelishadi. Endi tuproqqa bir e'tibor qaratasizlar. Mana tuproqni unumdorlik belgilovchi asosiy kumush chirindi qatlami bu yerda 50-60 santimetrgacha tushgan. Razrezning holatini ko'rishingiz mumkin yo'qdan. Mana 56 santimetr chirindi qatlami bor. Bu nimani anglatadi? Bu ya'ni ochiqlik bo'lgan maydon. Bu yerda asosiy muammo tuproqni shamol ta'sirida eroziyaga uchrashi. Va qishda juda ham ko'p qor yog'adi. Tuproq to'yingandan keyin, infiltratsiya to'yinib bo'lgandan keyin qolgan qismini yuza oqimi paydo bo'ladi. Yuza eroziyasi bo'ladi. Mana shu natijasida mana tuproqning unumdor qatlami bu yerda muntazam o'simlik qoldig'i bo'lgan, muntazam o'sha yer haydalmagan, usti yopiq turgan, himoyalangan chirindi qatlami 60 santimetrgacha tushib kelgan. Lekin aynan bir xil maydon 20 metr farqli joyda ko'rdilaring, 15-20 santimetr chirindi qatlam hosil bo'lgan. Bu yerda nafaqat o'sha ustki o'simlik qoplami eroziyadan himoya qilgan, balki yillar mobaynida o'sha o'simlik qoldig'i chirindi qatlamini hosil qilishga yordam bergan. Hop, ma'lumot uchun Qozog'iston Almatadan Shavkat Xoldorov.